76 maktabda 76 maktabda 2-sinf o'quvchilari hosil bayrami bugun. Ularni men qilgan o'z qo'llari bilan chizgan meva-chevalarga o'qib, o'zlarining fantaziyalari mana bular 2-sinf o'quvchilarini taraflarini ham ko'rsamiz. Kartoshkani pilchalar, quyancha, Men tadbirimizdan lavhalar, qurchalar, ma'mut pratikancha. istaklar, Mashinalar. Kolobok deyasagan, ana bo'g'irsoqcha qilib. Kolobok deb qo'shiq aytadi-ku. Ana kolobok, hayda. Mana shu o'quvchilarning hammasini ijod namunasi.